Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Assalomu alaykum uzoq yaqindan ko'rib turgan bizni videomizni muxlislari, hoji bobomizni yonlariga yana bir marta keldik. Assalomu alaykum. Alayhissalom. Xudo xolasa Tursunzoda shahri, Tojikiston, O'zbekiston ko'plab Esenga davlatlari taniydigan hoji bobo. Bizni oldingi videolarimiz ham bor. Hoji bobo bilan to'liq bir chiroyli suhbatimiz. Bugun inshaalloh hoji boboni bir maslahatlarini, duolarini olish, yanada qishga uzumni qanday saqlash, qayerlarda saqlash, necha gradusga saqlash, uzum turlarini bir og'iz so'rab inshaalloh ko'rsatib o'tadilar. Mana kirib ko'rsagan bo'ladi. Bu shu xolodilnikga saqlanadi deyiladi-ku. Mana shu uzumlarni qarib hamma navlarini saqlab, hozir uzilganday qarib turar ekan lekin. Kelinglar. Mana bu yerda 60 tonna uzum saqlanyapti. 60 tonna. 60 tonna. Bu yerda avatar sorti bilan prezident sorti. Mana bu avatar sorti. Shu hozir bu sort kelib chiqqanga ancha bo'lgani yo'q, unchalik. Yo'q, bular endi 4 yildan beri mashhur bo'lganiga bir 4 yil bo'ldi. Uzunligini ham qaranglar qadrdonlar. Qarib 4 santimetrmi? Shularni boshi eng katta boshlar bo'lar ekan. Necha kilogacha keladi shu hoji bu? Bir 4 kilogacha borar ekan buning boshlari. Mana bu yerda bu prezident uzumimiz. Mana bu sort ham ikkalasi ham uzoq muddat saqlanadi. Yaxshi saqlanadi. Bu xolodilniklar qancha misol me'yor kerak issiqligi, sovuqligi? Endi buni 1-1,5 gradus issiqligida plus 1-1,5 darajada shuni Saqlasa bo'ladi. Saqlaymiz. Do'stlar, qadrdonlar, mana shu bu ikki turni ko'rsatildi. Endi bu yerda turlari ko'p. Endi hammasini ham ochib ko'rsatishman. Eng hozir xalqdagi eng og'ziga tushgan eng chiroyli turlardan birini ko'rsatilyapti. Bu sortlarni ham misol uchun o'zimizda mintaqalarda paydo bo'lishi, shu ob-havoga moslashtirishga eng katta hissalardan qo'shgan dehqon bobolarimizdan birlari desak bo'ladi. Inshaalloh. Yana xudo xolasa hoji bobomizni hali ishlari ko'p. O'tgan safar aytganlaridek hali davomlarini ham ko'rsatib o'tamiz.